barcha tarix va falsafa shaydolari, sizlar bu dunyoning eng izlanuvchi insonlari. Buyuk Fransuz inqilobi deganda Fransiyada asrlar mobaynida davom etib kelgan mutlaq monarxiyaga barham bergan va eski tartibni yo'qqa chiqargan eng katta ijtimoiy va siyosiy transformatsiya tushuniladi. Uning natijasida Birinchi Fransuzlar Respublikasi e'lon qilinadi. Paragraf 961 jahon tarixining eng muhim mavzularidan biri Revolution Française haqida. Inqilobning sabablari ko'p. Esingizda bo'lsa, doim gapirib kelaman. Tarixiy voqealar sodir bo'lishida bitta sababning o'zi yetarli bo'lmaydi. Sababi birgina sabab mingta odamning dardi bo'lishi mumkin, lekin mingta odamning soni katta o'zgarishlar uchun yetarlicha turtki bera olmaydi. O'sha vaqtlar Fransiyaning ahvoli achinarli bo'lgan. U davrlar haqida kinolarni eslang. Yo'llariga tosh yotqizilgan qorong'u ko'chalar, qashshoq aholi, aynigan meva va mog'or bosgan nonlar, gigiyena yo'qligi Gollivudning kinolarida chindan ham yaxshi yoritilgan. Ocharchilik. Nega? Esingizda bo'lsa, 1756-yildan 63-yilgacha davom etgan 7 yillik urushda Fransiya Buyuk Britaniyaga mag'lub bo'ladi. Koloniyalarini qo'ldan chiqaradi, g'aznasiga jiddiy zarar yetkaziladi. Biroz vaqt o'tib Amerikaning mustaqillik urushida Fransiya amerikaliklar bilan birgalikda Angliyaga qarshi jang olib boradi. Shu yo'l bilan u 7 yillik urush uchun Britaniyadan qasos olmoqchi edi. Xullas, Fransiya davlati ikkita uzoq davom etgan urushlar sababli charchab qolgan. Puli yo'q. Darvoqe kanalimga o'tib, o'sha 7 yillik urush va Amerika mustaqillik urushi to'g'risidagi videolarimni birin-ketin ko'rib chiqing. Shunday qilsangiz, bu mavzuni tushunishingiz osonroq bo'ladi. Demak, iqtisodiyot holdan toygan va xalq orasida ocharchilik hukm surar edi, ammo dvoryanlar oddiy aholiga qaraganda yaxshi hayot kechirardi. Ma'rifatchilar g'oyalari ham mamlakat bo'ylab yoyilayotgan edi. Ma'rifat davrini alohida o'rganamiz. Bu davrda odamlar dunyoni aql yuritish orqali tushunishni boshlaydi. Jamiyat farovonligi yo'lida fan yutuqlaridan foydalanish ilgari suriladi. Bilim olish va ilmiy muhokama va bahslar jadallashadi. Inson yaxshi yashashi uchun monarxlar kerak emasligi Amerika inqilobining misolida ko'zga yaqqol tashlanib qolgan edi. 1786-yilda Angliya va Fransiya o'rtasida tuzilgan savdo shartnomasiga asosan inglizlarning nisbatan arzon tovarlari Fransiyaga oqib keladi. Fransiyada ishlab chiqarish bunga bardosh bera olmaydi va kasodga uchraydi. Mamlakat ichida sanoat inqirozi ishsizlikni ko'paytiradi. 1787-yilda ipak hosili yaxshi bo'lmaydi. Lyondagi ipak ishlab chiqarish ko'rsatkichlari pasayadi. 1788-yildagi do'l sababli barcha viloyatlarda donli o'simliklar zarar ko'radi. 1789-yildagi qattiq qish ham uzumchilikka ziyon yetkazadi. Oziq-ovqat narxlari ko'tarilgan, non ta'minoti esa qisqargan. Moliyaviy inqiroz davom etadi. Moliyaviy inqirozga yechim topish maqsadida 5-may 1789-yilda Versalning kichik o'yinlar yoki ermaklar deb nomlangan qal'asida General shtatlarning majlisi boshlanadi. General shtatlar deganda tag'in Kaliforniya yoki New Yorkni tushunmang. General shtatlar deganda Fransiyada 3 ta ijtimoiy tabaqa, sinflar tushunilgan. Birinchi shtat ruhoniylar, ikkinchi shtat aristokratlar, uchinchi shtat qolganlar, dehqonlar, mehnatkashlar va boshqalar. Birinchi va ikkinchi sinf vakillari mamlakat aholisining 6% ni tashkil qilib, ular soliq to'lamagan. Bu degani moliyaviy inqirozni bartaraf etish uchun soliqlar ko'tarilsa, soliq yuki 3-shtat zimmasiga kelib tushar edi. Bundan tashqari urushlarda ham aynan oddiy odamlar ishtirok etgan. Har uchala sinf 300 ga yaqin vakillarga ega. Ammo 3-sinf vakillari mamlakatning 96% aholisi nomidan so'zlar ekan, ularning soni 600 kishidan iborat bo'lishiga ruxsat beriladi. Bunaqa holatda uchala sinf biror bir masalaga ovoz bersalar, endilikda deputatlarining soni 600 kishiga yetgan 3-qatlam g'olib chiqishi mumkin edi. Ammo 3-shtat vakillari orasida ham 130 ga yaqin zodagonlar bo'lgan. Bu degani aristokratlar soni general shtatlar bo'yicha jami 400 kishini tashkil qiladi. Agarda ular 1-shtat bilan birlashsa, 3-sinf tag'in mag'lub bo'lishi tayin edi.
Biroq shunga ham qaramasdan uzoq tortishuvlardan keyin odam soniga qarab emas, shtat-bay ovoz berilishi belgilanadi. Birinchi sinf rozi bo'lsa bitta ovoz, ikkinchi sinf rozi bo'lsa bitta ovoz, uchinchi sinf norozi bo'lsa bitta ovoz, jami ikkita ovoz rozi, bitta ovoz norozi. Bunaqasiga ham uchinchi shtat mag'lub bo'lishi aniq. Shunda uchinchi shtat alohida Fransiya Milliy Assambleyasi yaratilishi to'g'risida e'lon qiladi. Bu bilan ular Fransiya fuqarolarining manfaatlarini himoya qiluvchi organni tashkil qilishni mo'ljal qiladi. Birinchi va ikkinchi shtat vakillarining ayrimlari g'oyani qo'llab-quvvatlaydi. Shunda qirol o'g'li tuberkulyozdan vafot etganligi sababli matom bo'layotganligini bahona qilib, yig'ilish o'tayotgan joyni berkitib qo'yadi. Yig'ilganlar bugungi tennisga o'xshash jeu de paume o'yini uchun qurilgan zalga kirib ishlarini davom ettirishadi. Bu yerda ular o'sha mashhur to'p o'yini zalidagi qasamyodlarini qabul qilishadi. Unga ko'ra ular nima bo'lishidan qat'iy nazar zalni tark etmasdan Fransiyaning konstitutsiyasini qabul qilishlari kerak. Shundan keyin qirol ularni yig'ib vakolatlari cheklanishiga qarshi ekanligini, ruhoniylar va aristokratlar haq-huquqlari qanday bo'lsa, shundoqligicha qolishini e'lon qiladi va hammadan tarqalishni so'raydi. Mana bu esa inqilobning yana bitta sababi bo'lib, bunda qirol o'z davriga mos siyosiy va ijtimoiy o'zgarishlar o'tkazmaganligini ko'rsatadi. Tarixda bunaqa holatlar juda ko'p imperiyalarda sodir bo'lgan va aynan shu sabab ko'plab monarxlar va tuzumlar ag'darilgan. Parij va uning atrofida qo'shinlar yig'ilishni boshlaydi. Ular asosan nemis va Shveysariya polklaridan iborat yollanma askarlar edi. Qirolning ta'kidlashicha, harbiylar majlisni himoya qilish uchun chaqirilgan bo'lib, agar majlisdagilar bundan bezovta bo'layotgan bo'lsa, yig'ilishni Nuayon yoki Suassonga ko'chirishni taklif qiladi. Sodda qilib aytganda, u yig'ilishni to'xtatmoqchi edi. Xorijdan kelgan askarlarni ko'rgan shahar aholisida ham xavotir uyg'onadi. Bular yetmaganidek, qirol moliya vaziri Neckerni ishdan olib tashlaydi. Necker 3-shtatning talablarini tushungan shaxs bo'lib, u xarajatlarni qisqartirish va soliqlarni boshqa qatlamlarga ham tatbiq qilish tarafdori bo'lgan. Necker davlatni kasoddan olib chiqib keta oladigan yagona shaxs sifatida tanilgan edi. Odamlar ko'chaga chiqishni boshlaydi. Qurol ushlashga chaqiriqlar yangraydi. Hukumat qo'shinlariga qarshi tayyorgarliklar boshlanadi, barrikadalar quriladi. Qurol yetishmas ekan, hamma qurol izlashni boshlaydi. Nogironlar uyidagi zambarak va miltiqlarni qo'lga kiritishadi, ammo ulardan foydalanish uchun porox yetishmaydi. Shunda qo'shimcha qurol orttirish maqsadida fuqarolar Bastiliyaga qarab yo'l olishadi. Ularning nazarida bu qal'a davlatning repressiv qudrati edi. Aslida u yerda atiga 7 nafar mahbus va 100 ga yaqin qo'riqchi bo'lgan. Bir necha soatlik qamaldan keyin Bastiliya qo'lga olinadi. 98 nafar parijlik qurbon bo'lsa, himoyadagi garnizondan 1 kishi vafot etadi. Kapitulyatsiyadan keyin komendant va 6 nafar qo'riqlovchi olomon tomonidan o'ldiriladi. Bu voqealardan keyin qirol Milliy Assambleyani tan olishga majbur bo'ladi. Necker yana o'z lavozimiga qayta tasdiqlanadi. Iqtisodiy inqiroz va qahatchilik davom etardi. Qishloq joylarda darbadarlar, uysiz qolganlar va marodyorlik bilan shug'ullanuvchilar soni ortadi. Qirol bo'layotgan voqealardan o'zini uzoqda tutadi. Aristokratlar mamlakatda atayin ocharchilik uyushtirib, aholining tinkasini quritmoqchi degan fitna haqida mishmishlar tarqaladi. Dehqonlar va shahar aholisi qo'llariga qurol ko'tarib, yer egalari va saroylarga hujum uyushtiradilar. Fransiyada buyuk vahima boshlanadi. Dehqonlarning inqilobini ko'rgan Milliy Assambleya feodal tuzumga nuqta qo'yadi va ikkita ruhoniylar hamda aristokratlarga berilgan imtiyozlarni bekor qiladi. Bu voqealar mo'jizalar oqshomi nomini oladi. 26 avgust 1789-yilda Milliy Assambleya inson va fuqaro haq-huquqlari to'g'risidagi deklaratsiyani qabul qiladi. Bu hujjat demokratiyaga asoslangan jamiyatning eng birinchi hujjatlaridan biri edi. Unda insonlar erkin tug'ilishi va haq-huquqlar masalasida teng bo'lishligi hamda bu huquqlar tabiiy bo'lib, inson hech qachon ulardan mahrum bo'lmasligi kerak deya ta'kidlanadi. Ludovik 16 mo'jizalar kechasida qabul qilingan dekretlar va deklaratsiyani tasdiqlashdan bosh tortadi. Uning ketidan konstitutsiya muhokamasi ham boshlanadi. Deklaratsiya konstitutsiyaning bir qismi bo'lish kerak edi. Shu davrda Parijda non va un tanqisligi ham seziladi. Odamlar uzun navbatlarda turib ba'zan non ololmay uylariga qaytadi ham. Aristokratlarning ko'plari mamlakatdan
chiqib ketadi. Bu degani ularning qo'l ostidagi xizmatkorlar ham endilikda ishsiz qolgan. Boylarga atab ishlab chiqarilgan tovarlar ham sotilmaydi. Bu esa yana pul yo'qligiga va ishsizlikka olib keladi. Mana shunaqa vaziyatda navbatlarda turib zerikkan ayollarning xayolida qirolni aristokratlardan ajratib, Versaldan Parijga olib kelish g'oyasi tug'iladi. Ularning fikricha, qirol Parijga olib kelinsa, non ham o'zidan o'zi paydo bo'lib qolish kerak edi. Bundan tashqari qirol tomonidan millatning ramzlariga bepisandlik qilinishi ham fuqarolar kayfiyatini keskinlashtiradi. 5-oktyabr kuni nonga navbatda turgan ayollardan biri nog'oraga urib, Versalga ketdik deya e'lon qiladi. 8000 ga yaqin asosan ayollardan tarkib topgan olomon Versalga qarab yuradi. Versal aholisi yashasin parijliklar deya ayollarni kutib oladi. Versalda ular qirol bilan uchrashadi. Ba'zi to'qnashuvlarni hisobga olmasak, qirol va qirolicha Mariya Antuanetta oxir oqibatda Parijga borishga rozi bo'ladi. Ayollar yashasin qirol, yashasin qirolicha deya yana Parijga qaytadi. Bu voqealardan keyin Milliy assambleya konstitutsion monarxiyaga o'tishga tayyorgarlik ko'rardi. Endilikda qirol davlat g'aznasidan cheksiz xarajatlar qilishdan tiyilib, vazirlarni tanlasa-da, davlatni qonunlarga asosan boshqarish bilan cheklanadi. Urushni e'lon qilish va tinchlik tuzish Milliy assambleyaga o'tadi. Dvoryanlik titullari bekor qilinib, aristokratlar o'zlarini markiz yoki graf deyishlar taqiqlanadi. Aristokratlar mamlakatni tark etishni davom etadi. Qirol esa ayollar yurishidan keyin Tuileries saroyida uy qamog'ida saqlanib kelinardi. 1791-yilda mamlakatdan ketayotgan aristokratlarni ko'rgan qirol ham Parijni tark etishni reja qiladi. Xizmatkorlar kiyimini kiyib, u yo'lga chiqadi. Ammo sekin harakatlar, kechikishlar, karetalar nosozligi va maxfiylik yetarli darajada tashkil qilinmaganligi tufayli ular Varennes shahrida tanib qolinadi va qo'lga olinadi. Aholi qirolning bunday xatti-harakatini xoinlik deb baholaydi. Qirolning xiyonati sababli mamlakatda monarxiyani to'liq tugatish va respublika tuzumini o'rnatish g'oyalari tarqaladi. Shunday g'oya tarafdorlari bo'lmish Yakobinlar yoki Yakobin klubi ishtirokchilari radikal, egalitarist va respublikachi bo'lgan. Egalitarizm jamiyatda hammaning haq-huquqlari va imkoniyatlari tengligi to'g'risidagi g'oya. Yakobinlar Mars dalasiga chiqib, monarxiyaga barham berish to'g'risidagi petitsiyalarni qabul qilishni boshlaydi. Petitsiyada ular Lyudovik 16-ning 21-iyundagi qochishga uringan harakatini avtomatik tarzda taxtdan voz kechish deya qabul qilishadi. Tushunyapsiz-a? Mamlakatni tashlab qochib ketish teng taxtdan voz kechish deya qaralgan. 17-iyul kuni petitsiyaga imzo qo'yish boshlanadi. Shunda konstitutsion monarxiya tarafida bo'lgan Milliy assambleya Mars dalasiga qo'shin yuboradi. Avvaliga Lafayette va uning gvardiyasi osmonga o'q uzadi va keyin 50 ga yaqin kishini otib tashlaydi. Kechagina qirolning mutlaq hokimiyatiga qarshi kurashgan konstitutsiyachilar bugun monarxiyaning himoyasida tursa, ana xolos. Fransiyada yuz berayotgan bunday voqealar Yevropaning monarxlarini xavotirga solardi. Qirolsiz davlatni boshqarish g'oyasi ularning mamlakatlariga ham yoyilishidan qo'rqishadi. Avstriya imperatori Leopold II avvaliga bu voqealarga aralashishni xohlamaydi. Ammo u Lyudovik 16-ning xotini Mariya Antuanettaning akasi edi va Fransiyaning qiroli oilasi bilan qochayotgan paytda qo'lga tushib qolishi Leopold II-ni nihoyat bezovta qila boshlaydi. U Prussiya qiroli Friedrich Wilhelm II bilan Pilnets deklaratsiyasini imzolaydi. Deklaratsiyaga ko'ra, ular Fransiyadagi monarxiyani qo'llab-quvvatlashlari kerak. Hujjat amaliy jihatdan hech narsaga arzimasa-da, uning imzolanishi fransuz aholisining asabini buzadi. Xorijiy davlatlar bilan o'z xalqiga qarshi til biriktirayotgan qirolga nafrat yanada kuchayadi. Qirolning ahvoli battar og'irlashadi. 3-sentyabr 1791-yilda Milliy assambleya konstitutsiyani qabul qiladi. Qirolning qochishga uringanligi sababli Milliy assambleya uning vakolatlarini imkon qadar cheklab tashlaydi. Shunday qilib, konstitutsiya monarxiya shakliga moslashtirilgan bo'lsa-da, mohiyatan u ko'proq respublika konstitutsiyasiga o'xshash edi.
Monarxiyada qirol boshqarsa, respublika boshqaruvi qirolsiz amalga oshiriladi. Konstitutsion monarxiyada esa qirol oliy vakolatlarga ega bo'lmaydi. Davlat siyosatini o'zi belgilay olmaydi. Bir yil o'tib, Respublikachilar partiyasi qirol Lyudovik 16-dan Avstriyaga qarshi urush e'lon qilishini so'raydi. Qirol rozilik bermaydi. Shundan keyin Fransiyaning qonunchilik yig'ini Fransiya xalqi nomidan 1792-yilning 20-aprelida Avstriyaga qarshi urush e'lon qiladi. 28-aprelda fransuzlar armiyasi Avstriyaning Niderlandiyasiga kirib keladi. Prussiya armiyasi Fransiyaga hujum qilishdan biroz oldin Braunschweig gersogining manifesti chiqadi. Manifestga ko'ra, Fransiyaning milliy gvardiyasi Avstriya va Prussiyaga qarshilik bildirsa, Fransiya qirolining dushmani deya e'lon qilinadi. Qirol va uning oilasiga ziyon yetkazganlar ham jazolanishi aytiladi. Ammo manifest teskari effekt beradi. 6-iyulda Prussiya ham urushni rasman boshlagach, 11-iyul kuni vatan taqdiri xavf ostida dekreti qabul qilinadi. Avgust oyida esa Lyudovik 16-ning Tuileridagi qarorgohi hujumga olinadi. Avvaliga Lyudovik 16 qirollikdan mahrum qilinsa, keyinchalik xotini Mariya Antoinette ikkisi Tampl qamoqxonasiga tashlanadi. 20-sentyabrda fransuzlar armiyasi prussiyaliklarning kirib kelishini to'xtatadi. Bu g'alaba Valmida sodir bo'lib, shu yerdan jahon tarixining yangi davri boshlanadi. Sababi g'alabadan ruhlanib bir kun o'tgach, 21-sentyabr 1792-yilda Parijda Milliy konvent, yuqori qonunchilik organi, majlis o'tkazadi va monarxiyaga yakun beradi. Fransiya respublika deb e'lon qilinadi. Lyudovik 16 qirollikdan rasman mahrum bo'ladi. Parij va unga yaqin hududlarda qirol yoki aristokratlarga yordam ko'rsatishda shubha qilinganlar va royalistlar qirg'ini boshlanadi. Minglab odamlar qurbon bo'ladi. 1793-yil 21-yanvar kuni Lyudovik 16 xalq dushmani, millat erkinligi va davlat xavfsizligiga qarshi chiqishda ayblanib, gilyotinada qatl etiladi. Yevropaning deyarli barcha davlatlari inqilobchilarga qarshi chiqar ekan, 1-fevral kuni Fransiya Respublikasi Niderlandiya va Buyuk Britaniyaga urush e'lon qiladi. 7-mart kuni Fransiya Ispaniyaga ham urush ochadi. Qahatchilik esa davom etadi. 1793-yilning iyul oyida inqilobga qarshi royalistlar respublikaga qarshi qo'zg'olon ko'taradi. Respublikachilarning artilleriya boshlig'i mayor Dommarten og'ir jarohat olar ekan, Toulonni qo'lga olish uchun korsikalik yosh artilleriyachi, diqqat qiling, kapitan Napoleon Bonaparte sahnaga chiqadi. Napoleon Bonaparte unga berilgan vazifani a'lo darajada ijro etadi. 1793-yilning sentyabriga kelib mamlakatda terror davri boshlanadi. Oktyabr oyiga kelib qirolicha Mariya Antoinette ham gilyotinada boshidan judo qilinadi. Girondistlar va royalistlar qatl qilinadi. Jami 16 mingga yaqin inqilobga qarshilar deya shubha qilinganlar o'ldiriladi. Bu davrlar Fransiyaning qonli, qo'rqinchli va dahshatli tarixi hisoblanadi. 29-iyul 1794-yilda mazkur terrorning boshida turgan Yakobin Maximilien Robespierre'ning o'zi ham qatl etiladi. Bu voqea 9-Termidor davlat to'ntaruvi deb nom olgan. Termidor degani fransuzlarning o'sha davr kalendarida iyul oyi tushuniladi. Robespierre'dan qutulishadi. Ajoyib, lekin mamlakat hamon Fransiyaga qarshi tuzilgan birinchi koalitsiya bilan urushni davom ettirardi. Koalitsiya o'z davrining eng qudratli davlatlaridan tarkib topgan Buyuk Britaniya, Prussiya, Neapol, Avstriya, Ispaniya, Niderlandiya va albatta Rossiya imperiyasi. Bu urushda Fransiya yakka bo'lishiga qaramasdan g'alaba qozonib boradi. Bunga sabab katta imperiyalarning urushga tayyorgarliklari cho'zilib ketadi. Bunday urushda ularning askarlari biror bir oliy maqsad yoki motivatsiyani ko'rmaydi.
Fransuzlar esa aksincha bu urushda inqilobiy g'oyalarni va vatanni bosqinchilardan himoya qilishni ko'rardi. Ulardagi vatanparvarlik kayfiyati kuchli bo'lgan. 1795-yilning aprel va iyul oylarida Prussiya va Ispaniya bilan tinchlik tuziladi. Avgust oyida yangi konstitutsiya qabul qilinadi. Mazkur konstitutsiyaga asosan yangi ijro organi hisoblanmish direktoriyaga asos solinadi. Bunda davlat 5 kishilik direktorlar tomonidan boshqarilar edi. Qonunchilik hokimiyati esa 2 palatalik bo'lib 500 kishilik sovet va oqsoqollar sovetidan iborat bo'lgan. Direktoriyaga tayinlanadigan rahbarlar aynan shu 500 kishilik sovet ichidan tanlangan va oqsoqollar soveti tomonidan tasdiqlangan. Mamlakatdagi iqtisodiy inqiroz o'z cho'qqisiga chiqayotgan davrlar edi. Pul bilan bog'liq muammolar shu darajaga yetadiki, ertaga ishlatiladigan pullar bugun kechqurun ishlab chiqarilishi kerak. Termidoryanlar, ya'ni 9-Termidorda hokimiyatni qo'lga olganlar og'ir ahvolga tushib qoladi. Bunday vaziyatda yakobinlar ham yana jonlanadi. Oktyabr oyida Parijda royalistlar tomonidan isyon ko'tariladi. Ularning maqsadi monarxiyani qayta tiklash edi. Bundan tashqari royalistlarning imkoniyatlari konstitutsiyada cheklab qo'yilgan edi. Shuning uchun ular Tyuilrida yig'ilgan konventni yoki tushunarli bo'lishi uchun Milliy assambleyani qamalga oladi. Shunda Barras boshchiligida general Bonapart isyonchilarni zambarak bilan o'qqa tutadi. Napoleon Bonapart inqilobiy hukumat taqdirini saqlab qoladi. Do'stlar, qisqa pauza. Bu mavzuni ko'rib bo'lgach, kanalimga o'tib, mana shu videoni toping va ko'rib chiqing. Napoleon Bonapart haqida. Ushbu videoda aynan fransuz inqilobidan boshlanib to Napoleon Bonapartning urushlari va so'nggi kunlari xaritada sodda qilib ko'rsatib berilgan. Ana o'shanda siz 7 yillik urushni, Amerika urushini, Buyuk fransuz inqilobi va Napoleon urushlarini o'z ichiga olgan deyarli bir asrlik voqealar sabablarini, ketma-ketligini, qay yo'sinda kim tomonidan sodir etilganligini va oqibatlari nimalarga olib kelganligini yaxshilab bilib oling. Yuqoridagi voqeadan keyin tabiiyki Napoleonning mashhurligi yanada oshadi. Ammo yosh ambitsiyali generalning pozitsiyasi kuchayishi hukumatdagilar uchun biroz xavfli edi. Shuning uchun ular Napoleonni Italiyaga jo'natishadi. Bu yerda Bonapart juda achinarli ahvolda qolgan fransuz qo'shiniga boshchilik qilib, Avstriyaga qarshi Italiya hududlarida jang olib borish kerak edi. Biroq Napoleon bekorga Napoleon emas. U dushmanlarni Italiyadan quvib chiqaradi hamda Venaga qarab yo'l oladi. Fransuzlarga qarshi tura olmasligini anglagan Avstriya Napoleon bilan tinchlik sulhini tuzadi. Napoleon Cisalpina va Liguriya respublikalariga asos soladi. Bunday g'alaba generalning obro'yini yanada oshiradi. 1797-yilning 18-oktyabr kuni Avstriya bilan tuzilgan Campo Formio tinchligiga asosan birinchi koalitsiya urushi tugaydi. Fransiya bu urushda albatta g'olib chiqadi. Hammasi ajoyib, xalq xursand. Endi esa direktoriya Napoleonni Angliyaga qarshi urushga jo'natadi. Rejaga ko'ra fransuzlar Britaniya sohillariga tushirilishi kerak edi. Ammo Napoleon o'zining o'rganishlarini o'tkazib xulosaga keladiki, orollarga yetib borish amaliy jihatdan ilojsiz. Shunda u inglizlarning Hindistondagi pozitsiyalarini susaytirish maqsadida Misrga bostirib borishni qaror qiladi. Misrdan esa Hindistonga. Esingizda bo'lsa, 7 yillik urush yakuni bo'yicha fransuzlar Hindistonda o'z pozitsiyalarini yo'qotgan va u yerlarga qo'shin to'plamasliklariga kelishilgan edi. Direktoriya Napoleonning bu ekspeditsiyasiga carte blanche beradi. Carte blanche degani biror bir ishni amalga oshirish chog'ida cheksiz vakolatni qo'lga kiritish, to'liq erkin harakat qilish demakdir. Napoleon Misrga yetib keladi va uni o'ziga bo'ysundiradi. Iskandar buyuk yurishlarida o'zi bilan olimlarni olib yurgani kabi, Napoleon ham 167 nafar geograflar, botaniklar va kimyochi hamda boshqa fan vakillarini o'ziga hamroh qiladi. Piramidalar jangida Napoleon mamluklar qo'shinini qiyinchiliklarsiz yengadi. Ammo 2 oydan beri Napoleonni dengizda ta'qib qilib kelayotgan Britaniya qirollik floti Goratsa Nelson boshchiligida fransuzlarning kemalarini yo'q qiladi. Shu jumladan Maltada qo'lga kiritilgan 60 million franklik kontributsiyalar orttirilgan Orient kemasi ham suv ostiga ketadi. Fransiyadan uzilib qolgan Napoleon qo'shinlari bilan Suriyaga yuradi. Yo'l-yo'lakay Napoleon yana 2 shaharni qo'lga kiritadi, ammo Akkaga kelib chekinishni boshlaydi. Britaniyaliklar Akkani ta'minot yordamida qo'llab-quvvatlar edi.
1799-yilning 23-avgust kuni Napoleon o'z armiyasini tashlab, yashirincha dengiz orqali Fransiyaga qaytadi. Dengizda ularga inglizlar duch kelmaydi. Napoleon qaytib kelgach ma'lum bo'ladiki, Yevropa monarxlari Fransiyaga qarshi ikkinchi koalitsiyani tuzgan edi. Direktoriya esa amaldagi konstitutsiya normalariga asosan emas, balki ko'proq kuch ishlatishga, ya'ni armiyaga tayanib mamlakatni boshqarar edi. Italiyada esa Rus va Avstriya armiyasi Suvorov boshchiligida Napoleon qo'lga kiritgan barcha yutuqlarni yo'qqa chiqarayotgan edi. Yakobinlar xatariga qarshi hamda tuzumga barqarorlik olib kelish maqsadida direktoriyaning ikki direktori Sieyes va Duco Napoleon bilan til biriktiradi. Napoleon ularga o'tkir qilich va mashhur harbiy shaxs sifatida kerak edi. Sieyes amaldagi konstitutsiya yaroqsiz ekanligini o'ylab yurgan va boshqa konstitutsiya loyihasini tayyorlayotgan edi. Sieyes Yakobinlar fitnasi to'g'risida mish-mish tarqatadi. Shunda deputatlar qonunchilik korpusini Sen-Kluga ko'chirishga qaror qiladi. Respublikani fitnachilardan himoya qilish uchun Bonapartga katta vakolatlar taqdim etiladi. Mahalliy qurollangan kuchlar Napoleonga bo'ysundiriladi. 500 kishilik sovet endi Napoleonning himoyasida. Shu vaqtning o'zida direktorlar Sieyes va Duco iste'foga chiqadi va Barasni ham shunday qilishga majburlashadi. Agarda direktoriyaning 3 ta a'zosi bir vaqtda iste'foga chiqsa, qolgan 2 direktor ijro hokimiyatini ortiq boshqara olmas edi. Bir kun o'tib, yuqoridagi voqealardan xabar topgan oqsoqollar soveti va 500 kishilik sovet xavotirda hammani konstitutsiyaga takror qasamyod qilishlikka chaqiradi. Shunda zalga kirib kelgan Napoleon direktoriya o'zini o'zi tugatganligi haqida va yangi konstitutsiya yaratish lozimligi to'g'risida gapiradi. Napoleon hozirgi konstitutsiya hech qachon hech qaysi partiya tomonidan hurmat qilinmasdan kelinganligi to'g'risida baqir-chaqir qiladi. Ammo oratorlik qobiliyatiga ega bo'lmagan Napoleon o'zining chiqishi bilan hech kimni qoyil qoldira olmaydi. Yig'ilishdagi odamlar uni zaldan chiqarib tashlaydi. Ana shundan keyin 500 kishilik sovetning bosh vakili Napoleonning ukasi Lucien Bonaparte generalning taqdiri xavf ostida ekanligi va yig'ilishda dodvoy qilayotganlarni biroz tartibga keltirib qo'yish kerakligini aytib, harbiylarga murojaat qiladi. Napoleonni milliy qahramon deb bilgan harbiylar shu zahotiyoq Murat boshchiligida majlisga kirib keladi va 500 kishilik sovetni quvib soladi. Davlat to'ntaruvi muvaffaqiyatli amalga oshadi. Direktoriyaga barham beriladi va uning vakolatlari yangi yaratilgan vaqtinchalik hukumat konsulatga o'tkaziladi. Konsulatni 3 ta konsul, Sieyes, Duco va Bonaparte egallaydi. Birinchi konsulning vakolatlari qolgan ikkala konsulnikiga qaraganda ko'proq edi. Tabiiyki, bu lavozim Napoleonga beriladi. Bu xabarni eshitgan Parij aholisi jazavaga tushmaydi. Ular inqilobdan charchagan edi. Yakobinlar asta-sekin yo'q qilinadi. Yangi konstitutsiya qabul qilinadi. Napoleon tomonidan amalga oshirilgan 18-Brumaire davlat to'ntaruvidan keyin 10 yil davom etgan Buyuk Fransuz inqilobi o'z yakuniga yetadi. Buyuk Fransuz inqilobi demokratik qadriyatlarni yaratib beradi. Monarxiyani tugatib boshqaruvning respublika shaklini yo'lga qo'yadi. Inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasini insoniyatga taqdim etadi. Senyorial tuzumga barham beriladi. Fuqarolar teng huquqligi targ'ib qilinib, qatlam yoki sinflarga ustunlik berilishiga nuqta qo'yiladi. Kapitalizm rivojlanishiga zamin yaratiladi. Paragraf 961. O'ylaymanki, bu mavzu ham sizlarga ma'qul keldi.